Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz tekstliklarning o'zaro vaziyati. Tekstliklar o'zaro quyidagi vaziyatlarda bo'lishi mumkin. Ikkita tekstlik bir-biri bilan parallel holatda, ikkita tekstlik bir-biri bilan perpendikulyar holatda, ikkita tekstlik bir-biri bilan og'ma holatda joylashishi mumkin bo'ladi. Qachon ikkita tekstlik o'zaro bir-biriga parallel bo'ladi? Eng avvalo birinchi rejamiz bo'yicha shunga javob beramiz, so'ngra esa ikkita tekstlikning o'zaro perpendikulyarligini ko'rib chiqamiz. Va aytaylik bitta tekstlik mana o'sha o'tilgan darslardan ma'lumki, tekstliklarning berilish usullari 3 ta nuqta orqali, bitta to'g'ri chiziq va unda yotmagan nuqta orqali, ikkita parallel to'g'ri chiziq orqali, ikkita o'zaro kesishuvchi to'g'ri chiziqlar orqali tekstliklar berilishini biz yaxshi bilamiz. Demak, ushbu tariflardan kelib chiqqan holatda ikkita tekstlik qachon o'zaro bir-biriga parallel bo'ladi degan narsaga javob beramiz. Ikkita tekstlikdagi ikkita to'g'ri chiziq ikkinchi tekstlikdagi ikkita to'g'ri chiziqqa o'zaro parallel bo'ladigan bo'lsa, bunday tekstliklar o'zaro parallel bo'ladi. Yana bir bor qaytaraman. Birinchi tekstlikdagi ikkita to'g'ri chiziqqa ikkinchi tekstlikdagi ikkita to'g'ri chiziq o'zaro parallel bo'ladigan bo'lsa, bunday tekstliklar o'zaro parallel bo'ladi. Masalan, mana qo'limda bitta tekstlik turibdi. Demak, men mana bu yerga ikkita chiziq chizsam, uni ikkita chizig'i mana bu chiziqqa parallel bo'ladigan bo'lsa, demak bu ikkala tekstlik o'zaro bir-biriga parallel bo'ladi. Endi uning fazodagi ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Aytaylik, mana birinchi tekstlik alfa tekstligi, demak, birinchi to'g'ri chiziq A to'g'ri chiziq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi to'g'ri chiziq B. Endi xuddi shunday yana mana bu yerda beta tekstlik bo'ladigan bo'lsa, beta tekstlikda demak B ga parallel bo'lgan S to'g'ri chiziq hamda B ga parallel bo'lgan Y to'g'ri chiziq bo'lishi mumkin. Agar B tekstlik alfa tekstlikka parallel bo'lishi uchun, ya'ni B tekstlik alfa tekstlikka parallel bo'ladigan bo'lsa, u holatda Y to'g'ri chizig'imiz parallel bo'ladi B ga, S to'g'ri chizig'imiz parallel bo'ladi A ga. Agar Y B ga parallel bo'lsa, A S ga parallel bo'ladigan bo'lsa, u holatda beta parallel bo'ladi alfa ga. Endi keling birorta misol ko'rib chiqaylik. Demak, shu ikkita tekstlikning o'zaro parallelligini bir misolda ko'rib chiqaylik. Mana efirda quyidagi demak, efirda shu ikkita bitta tekstlik berilgan, shu tekstlikka ixtiyoriy nuqtadan bitta parallel tekstlik qurishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima ish qilamiz? Demak, avval buni biz nimasini chizib oladigan bo'lsak, efirda berilishini chizib oladigan bo'lsak, demak, tekstlikning efirdagi nasıl çizim oldim? A 1 desem, B 1 deyman, S 1 deyman, S 2, B 2, A 2 bo'ladi. Demak, shu abasa tekstlikka ixtiyoriy masofada bitta parallel tekstlik qurishimiz kerak. Buning uchun shu tekstlikning bosh chiziqlarini topib olamiz. Mana birinchisi, demak, frontalda chizib olamiz. Demak, bu H1 bo'ladigan bo'lsa, frontalni topamiz. Demak, mana bu H2, mana bu H1 bo'ldi. Xuddi shuningdek, endi frontalni topib olamiz. Demak, frontalni
Gorizontalini çizdim. FB deb. Endi buning frontalini topamiz. Demak, F2 deb belgilaymiz. Mana biz tekislikning bosh maxsus chiziqlarini topib oldik. Bosh maxsus chiziqlarini topib oldik. Endi biz bunga parallel to'g'ri chiziq, shu tekislikka parallel tekislik o'tkazdirishimiz uchun ixtiyoriy masofada. Demak, xohlagan nuqtamizda, xohlasak H1dan, xohlasak F2dan perpendikulyar to'g'ri chiziqlar chizib olamiz. Masalan, keling shu S nuqta orqali H1 ga perpendikulyar to'g'ri chiziq chizamiz. Demak, mana perpendikulyar to'g'ri chiziq chizamiz. Demak, bu bunga perpendikulyar bo'ldi. Endi ixtiyoriy masofada endi mana S nuqtadan F2 ga perpendikulyar chizamiz. Mana perpendikulyar chizdik. Endi ixtiyoriy bitta nuqtani olamiz. Mana ixtiyoriy bitta nuqtani olamiz. Demak, mana bu yerda aytaylik T1 bo'ladigan bo'lsa, demak buning frontal proyeksiyasini topadigan bo'lsak, frontal proyeksiyasi mana buni topadigan bo'lsak, mana T2 hosil bo'ldi. Endi biz hozirgi aytgan tarifimizga binoan agar tekislikdagi ikkita to'g'ri chiziqqa ikkinchi tekislikdagi ikkita to'g'ri chiziq o'zaro parallel bo'ladigan bo'lsa, bunday tekisliklar o'zaro parallel bo'ladi dedik. Demak, biz ixtiyoriy masofada bitta nuqtani tanlab oldik. Endi shu nuqtadan shu tekislikka parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazdirishimiz, parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazadigan bo'lsak, parallel tekislik o'tkazdirgan bo'lamiz. Buning uchun T1 nuqtadan BS tomoniga bitta parallel to'g'ri chiziq chizamiz. Mana. Endi xuddi shu nuqtadan AS tomoniga bitta parallel to'g'ri chiziq chizamiz. Demak, mana bu yerda alfa bir tekislik hosil bo'ldi. Endi xuddi shuningdek bu yuqorida, ya'ni frontal proyeksiyasidan xuddi shunday qilamiz. Demak, BS ga parallel bo'lgan bitta to'g'ri chiziq chizamiz mana. Hamda AC ga parallel bo'lgan bitta to'g'ri chiziq chizamiz. Demak, mana bunday. Demak, mana bunda nima qilamiz? Alfa 2 bo'ldi. Demak, bu yerda alfa 1 alfa tekislik parallel ekan, nima A, B, C ga ekan. Sababi, demak, mana bu nima? Mana bu to'g'ri chizig'imiz. Bu to'g'ri chizig'imiz AC ga parallel, mana bu to'g'ri chizig'imiz esa BC ga parallel. Shuning uchun alfa parallel bo'lyapti A, B, C ga. Endi hurmatli talabalar, sizlar bilan birgalikda biz tekisliklarning o'zaro perpendikulyarligini ko'rib chiqamiz. Biz o'tgan darsimizda tekislikka perpendikulyar to'g'ri chiziq qanday chiziladi degan narsaga javob bergan edik. Ya'ni tekislikka to'g'ri chiziq perpendikulyar bo'lishi uchun tekislikdagi ikkita to'g'ri chiziqqa, kesishgan to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq shu tekislikka perpendikulyar bo'ladi degan edik. Demak, xuddi shu perpendikulyardan o'tkazilgan tekisliklarning barchasi shu tekislikka perpendikulyar bo'lar ekan. Demak, endi siz bilan biz bu yerda shu masalani birgalikda ko'rib chiqamiz. Yana bir bor qaytaraman. Agar to'g'ri chiziq tekislikdagi ikkita to'g'ri chiziq kesish to'g'ri chiziqqa perpendikulyar bo'lgan bo'lsa, shu to'g'ri chiziqqa, ya'ni perpendikulyardan o'tkazilgan barcha tekisliklar shu tekislikka parallel bo'ladi. Keling endi shuni mana bu yerdagi misolda bir ko'rib chiqaylik. Demak, bu ham bitta shu misolga o'xshagan, shu kabi ishlanadi. Demak, mana bu A1 bo'lsa, B1 bo'ldi, B A2 bo'ldi,
Demek bularni o'zaro birlashtiramiz. Demek mana bunday holat. A1, A2, B2, B1, S1, S2. Demek şu tekislikka perpendiküler bo'lgan tekislik o'tkazdirishimiz kerak. Buning uchun quyidagi ishni amalga oshiramiz. Ya'ni mana bu yerda tekislikning bosh chiziqlarini o'tkazib olgan edik. Bu yerda ham shu tekislikning bosh chiziqlarini o'tkazib olamiz. Keyin birinchi gorizontalni o'tkazdirib olamiz. Mana gorizontal H1 bo'ldi, bu H2 bo'ldi. Bu H2 va H1. Bu H1 gorizontalning gorizontali, H2 gorizontalning frontali deb ataladi. Endi frontalni o'tkazdirib olamiz. Frontalni o'tkazib olamiz. Demak, mana bu F1 bo'ldi. Endi buning proyeksiyasini topamiz. Demak, mana bunday holat. Bu F2 bo'ldi. F2. Demek biz o'sha ta'rifga binoan quyidagi nimaga amal qilishimiz kerak. Ya'ni tekislikdagi ikkita kesishgan to'g'ri chiziqqa tushirilgan perpendikulyar orqali o'tkazilgan barcha tekisliklar shu tekislikka parallel bo'ladi deb atadik. Demak, endi biz H1 va F2 to'g'ri chiziqlariga perpendikulyarlar o'tkazdiramiz. Buning uchun keling S nuqta yoki A nuqtadan ham bir foydalanishimiz mumkin va hokazo. Keling S nuqtadan foydalanib qolamiz. Demak, mana bunda bu mana bunga perpendikulyar bo'ldi. Bunisi esa bunga perpendikulyar bo'ldi. Demak, mana bunga perpendikulyar bo'ldi. Mana shu to'g'ri chiziq, shu to'g'ri chiziq. Aytaylik T2 bo'ladigan bo'lsa, demak endi biz buni bu yerda proyeksiyasini topadigan bo'lsak, demak mana bu yerda T1. S to'g'ri chizig'i ABC tekislikka perpendikulyar to'g'ri chiziq bo'ldi. Endi biz mana shu to'g'ri chiziq orqali o'tkazdirgan barcha tekisliklarimiz shu tekislikka perpendikulyar bo'ladi. Masalan, demak mana bunday holat, mana bu tekislik shu tekislikka perpendikulyar bo'ldi. Demak, endi buni nimasi yana quyidagicha bo'ladi. Mana shunday holat. Mana shunday holat. Demak, mana shu ST to'g'ri chiziq orqali o'tkazilgan perpendikulyarning barchasi demak shu tekislikka perpendikulyar bo'lar ekan. Demak, men mana buni alfa 1, mana alfa 2 desam, alfa 1, alfa 2 ABC tekislikka perpendikulyar bo'lar ekan. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.